Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz va shuningdek Abduhamidov jamoasi taekvondo bo'yicha jamoaning hurmatli ota-onalari va sportchilar. Biz bugun sizlarga shu jamoaning matbuot kotibi Sanjarbek Hakimov bilan chiroyli bir suhbat uyushtirib sizlarga namoyish qilmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sanjarbek, qarang, siz ushbu jamoaga, ya'ni taekvondo bo'yicha Abduhamidov jamoasiga qanday kirib keldingiz va sizning matbuot kotibi sifatida maqsadlaringiz nimalardan iborat? Xo'p, men bu jamoaga 1,5 yilcha muqaddam tashrif buyurdim va bu yerda operatorlik faoliyatimni boshladim va faoliyatim davomida ushbu jamoa bilan bir qator yutuqlarga erishib kelmoqdamiz va bundan keyingi maqsadlarim ham, ya'ni ushbu yutuqlarga o'zimni hissamni yanada ko'proq qo'shish va jamoani rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishdan iborat. Sanjarbek, qarang, shu jamoaga matbuot kotibi sifatida kelib, siz o'zingiz ham adashmasam Toshkent viloyati Qibray tumanida Chinobod mahallasida istiqomat qilasiz. O'zingiz haqingizda, oilangiz haqida, ota-onalaringiz haqida va shuningdek qayerlarda o'qigansiz va sport bilan shug'ullanasizmi yo'qmi, shu haqida bizga batafsil ma'lumot berishingizni so'rayman. Ismim Hakimov Sanjar, 2003-yil 22 sentyabr sanasida Qibray tumani Chinobod mahallasida tug'ilganman. Otam harbiy xizmatchi bo'lib ishlaganlar, onam uy begasilar. Hozirgi paytda matbuot xodimi sifatida ish boshlaganman va undan tashqari o'sha 27-maktabda o'qiganman. Avvalgi sport turnirlariga qatnashganman. Aynan suzishda 1,5 yil professional faoliyatim bo'lgan. Undan tashqari yana futbol bilan ham shug'ullanib turaman. Hozirgi paytda asosan matbuot xodimi sifatida ko'p vaqtim Abduhamidov team jamoasi bilan birga o'tadi. Qarang, siz hozirgi kunda matbuot kotibi sifatida, ya'ni jamoani bir rivojlantiraman, yaxshi bir yangi masshtabni ishlar qilaman deb aytyapsiz. Aynan nimalar qilmoqchisiz? Xo'p, hozirda oldimizda turgan asosiy masalalardan bittasi, ya'ni jamoani 4 yillik yaqinlashib kelayotgan yubiley. Aynan birinchi oldimizda turgan maqsad shu, ya'ni shu tadbirga yanada jiddiyroq tayyorgarlik ko'rish maqsadimiz bor va ushbu tadbirdan so'ng va davomiy o'sha har xil musobaqalar, undan tashqari ya'ni bolalarni rag'batlantirish borasidagi turli xil ishlarni ko'zda tutganmiz. Yaxshi. Sanjarbek, qarang, har bir jamoada bo'lgani kabi matbuot kotibi kunlik biron bir postlar yaratadi, to'g'rimi? Kunlik o'sha jamoani yoritib boradi. Sizning aynan bir kunlik ishingiz nimalardan iborat? Meni asosiy vazifam, ya'ni Abduhamidov team jamoasida har qanday bo'ladigan holatlar, misol uchun mashg'ulot jarayonlari yoki ayrim joylarga sayohat bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha jarayonni tezkorlik bilan aynan o'sha axborot sifatida barchaga yetkazish, axborot vositasi sifatida barchaga yetkazib beramiz. Qarang, Sanjarbek, siz matbuot kotibi sifatida yoshlar bilan turli xil tadbirlar uyushtirish yoki uyushtirilgan tadbirlarni keng jamoatchilikka ko'rsatish maqsadida qanday ishlarni kelgusida amalga oshirmoqchisiz? Hozirgi kunda oldimizda turgan asosiy vazifalardan bittasi 7-dekabr sanasiga belgilangan o'sha Chirchiq shahrida o'tkazilishi kutilayotgan Chirchiq Cup musobaqasiga tayyorgarlik olib bormoqdamiz. Va undan tashqari, ya'ni taekvondodan cheklanib qolmasdan, ya'ni bizlar mana shu Qibray tumani yoshlari o'rtasida asosan bo'sh vaqtini mazmunga o'tkazish yuzasidan turli xil videoroliklar, ya'ni sportga jalb etish yuzasidagi turli videoroliklarni suratga olishni rejalashtirmoqdamiz. Sanjarbek, qarang, Abduhamidov jamoasiga bu yil 4 yil to'lish munosabati bilan bu jamoadoshlaringizga, ularning ota-onalari, sportchilarga o'zingizning ezgu tilaklaringizni izhor qilishingiz mumkin. Hamma shu jamoaga hissasini qo'shib kelayotgan do'stlarimga, undan tashqari jamoadagilarning ota-onalariga ushbu sana munosabati bilan ko'ptakon rahmat aytmoqchiman. Aynan ularning yordami, ko'magi bilan biz o'sha 4 yillik davomida bosib o'tmoqdamiz va bundan keyingi ishlarimizda ham ulardan maksimalli poddershka va ularning ishtiyoqini kutib qolaman.